Urganch shahrida kamondan otish sporti bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi o'tkazilyapti. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va viloyatlardan jami 234 nafar kamonchi ishtirok etyapti. O'zbekiston Kubogida kattalar, yoshlar, o'smirlar va kichik o'smirlar merganlikda o'z imkoniyatini sinovdan o'tkazishmoqda. Urganch shahridagi musobaqada nomdor kamonchilar respublika va nufuzli xalqaro musobaqalar g'olib va sovrindorlari ishtirok etayotgani merganlar sinovlari yanada qiziqarli bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ushbu musobaqaning maqsadi O'zbekiston milliy terma jamoasiga munosib nomzodlarni saralab olish va Osiyo va jahon chempionatlariga ishtirok etish uchun terma jamoani shakllantirishdan iboratdir. Sportchilarimiz hammasi yuqori saviyada tayyorgarlikdan o'tib kelishgan. Musobaqada barcha yosh toifadagi sportchilar dastlabki kunlarda saralash bahslarida ishtirok etishdi. Ular belgilangan masofa, ya'ni 18 metr masofadan kamondan otib g'oliblik uchun kurash olib bordilar. Saralash musobaqalarida yuqori natijalar ko'rsatgan kamonchilar respublika kubok sovrinlari uchun kurashni davom ettirishadi.